Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bularning narxi bilan tanishamiz. Xo'p, bular nech pul aka? Bular xb shekliga? Xb. Nech pul? 85 ming beryapmiz. 85 ming so'm pachkaga ekan. Donaga nech pul? 90 ming. Donaga 90 ming so'm. Shu kiyimni o'zi, tepalikda o'zi ekan bu. Stoyka yoqa, tugma. Stoyka yoqalik. Tugmalari mana ochilar ekan, fason bas ekan nimasi. Cho'ntaklari bor. Cho'ntaklari ham bor ekan. Donaga nech pul bu? 90 ming. 90 ming so'm donaga ekan. Bambuklar Bambuklar. 100 ming so'm. Bular 100 ming so'mdan. Bu ham shu tepalikda o'zi. Xalatda uzun. Bu miramir. Miramiri nech pul? Miramirda 95 ming. 95 ming so'm pachkaga. Bular bambuga? Tepapas, ha. Bular tepapasda. Bular 100 ming so'm ekan tepapaslar. Razmerlar nechidan nechigacha? 50 dan 60 gacha. Bular 50 dan 60 gacha razmer ekan. Bularchi xb bular. Xb, ha. Ular xb tepapaslar 75 ming. Xb tepapaslar 75 ming so'mdan mana bulari. Uch xalatlarimiz 65 ming so'm. Bular 65 ming so'mdan pachkaga, 55 ming so'mdan. mana bulari 55 ming so'mdan ekan. 60 gacha razmer. 60 gachalik razmer. Mana shu qizildan bag'i 75 ming. Mana birinchi toshi bor qizildanmi? Yo'q, mana shudan. Burusidan boshlab oxirigacha, mana shu joydan boshlab bu joygacha 75 ming so'm. Razmeri qanaqa ekan bularda? 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha. Hozirgi 75 ming dedingiz-ku, pachkaga bu. Pachkaga. Donaga 5 ming qo'shiladimi? Ha. Donaga 80 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringiz necha aka? 99 Nomerlari 99lik 057 057 55 08 ga kunduzi telefon qilasizlar. Keyin ko'rib chiqinglar videoni oldin. Mana 55 ming degani Ha, mana 55 ming so'm. 75 minglik bilan bir xil narsa. Mana 55 ming so'm etishgani, mana bu 75 ming so'mlik deyishgani bilan bir xil narsa ekan. Materiali tikilish, prosta razmerlar qolmagan uchun 55 mingdan berib. Ha, bularda hozir azroq qolibdi, shuning uchun shunaqa arzon qilib yuborishibdi-da. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi bozor. Vaqtliroq kelaverasizlar-da mana bozorga. O'zlaring ishlab chiqarasizlar aka? Birinchi qo'l ekan, o'zlari ishlab chiqarishar ekan mana.